Ehsonchi bloger avaz. Bu bola boshga bitgan balo bo'ldi, ochig'i gap. Ertaman ko'zim ochishga uspet qilmasimdan turib 30 ga yaqin SMS kelgan. Nima bo'ldi ekan deb qiziqib qarasam, hamma bir xil gapni yozyapti. Bloger videolarini o'chiryapti, 10 mingta qoldi, 9 mingta qoldi, 7 mingta qoldi. Keyin sal o'rnimdan turib, bet-qo'lim yuvib, nima bo'ldi ekan deb qarasam, действительно bloger hamma videosini o'chirib tashlagan. Tasavvur qilyapsizlarmi? 15 mingga yaqin videoni bir kun ichida o'chirib tashlagan. Shundan keyin blogerga nisbatan yana ham menda shubha ochdi. Sababi menga bloger haqida 10 ga yaqin informatsiya yetib kelgan. Ulardan bittasini misol qilib aytib beraman. Aytaylik, sizni tanishingiz Koreyada o'tib qoldi, sizni ehsonga muhtojligingiz yo'q. Bloger sizni ruxsatingiz ehson yeyapti. Shunga o'xshagan informatsiyalar yetib kelgan. Eslasanglar, где-то bir hafta oldin Daliluz Javohir akaga video обращение qilganman. Javohir aka, ehsonchim temasiga jiddiy qaramasangiz bo'lmaydi. Aka, menga shunaqa informatsiyalar yetib keldi. Blogerda ham cho'ta nimadir bor. Buni ishiga jiddiyroq qarang deb ham video rolik qilganman. Shu yerda men sizlarga ikkita savol bermoqchiman. Birinchisi, nima deb o'ylaysizlar? 15 mingga yaqin mehnatni video rolikni bir kunda o'chirib tashlashning sababi o'zini eski ishlari ochilib ketishidan cho'chidimi yoki boshqa gap bormi? Ikkinchisi, Sherzod Nozimani o'ltirgan bo'lsa-yu, Sherzod blogerga girt begona bo'ladigan bo'lsa, girt begona bolani orqasidan turib, tuhmatlarga qolib, gap so'zga qolib, oxirgi mahal ko'rinmay qolib, 15 mingga yaqin video rolikni o'chirib tashlashiga nima deysizlar? Cho'ta nimadir nito, a? Ehsonchi bloger nimagadir shubhali